15 yillik tanishlarim mana shu bulchkalarim bilan tanishadi. Eng birinchi pishirgan shirinligim ham, eng yaxshi ko'rgan shirinligim ham bulchka. Ekrandan sizga uzata olmayman, lekin retsepti bilan bo'lishaman. Barcha masalliqlarni bir maketini solib aralashtirib, yana ham mazaliroq va yumshoqqina bo'lishi uchun nashim masalka sariyog'idan eritib sovuramiz. Elangan unni solib, xamir qorib, ustini yopib, oshirgani yuboramiz. Videoni oxirigacha ko'rsangiz, xamirni qanaqa qilib oshirishimni ham o'rgataman. Bitta xamirdan 2 list 2 xil bulchka tayyorlash uchun xamirni ikkiga bo'lamiz. Birinchi qism xamirdan bantik ko'rinishdagi bulchkalarni yasab olish uchun dumaloq zuvala qilib yoyib, uni ustidan biroz oldin ishlatgan mazali sariyog'imizni surib, shakarni sepib, xuddi shu ko'rinishda osongina tugib olamiz. Ikkinchi qism xamirimizni ham bo'laklarga bo'lib, xuddi shu ko'rinishda yoyib, istalgan nachinkadan solsangiz bo'ladi. Men malinali murabbodan foydalandim. Bulchkalar tayyor bo'lishi bilan duxovkaga jo'natishga shoshilmasdan, list ustida kamida 15 minut oshiring. Ana undan keyin tuxum surib pishirgani yuboring. Sizda ham zo'r oshib chiqishini xohlasangiz, xamir qorganingizdan keyin duxovkani yoqib, birozgina isitib, keyin esa tezgina o'chirib, xamirni qo'yib, eshigini yoping. Ana o'shanda sizda ham zo'r o'xshab chiqadi. Tayyorlab ko'rib, duolarni olib, rahmat aytishga mani qidirmaslik uchun obuna bo'ling.